Shirin Abdullayevaning otasi intervyu berib chiqdi. Qiz bola deb bo'lishi sekreti rozовая женщинамizdan keldi. Qizlar buni Xarid qilishni istasangiz, Telegram orqali bizga murojaat qiling. Barcha ayollar orzusidagi rozовая женщина mahsulotimizni butun O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmatimiz mavjud. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, tezkor va so'nggi shou biznes yangiliklarini kanalimizda kuzatib borishingiz mumkin. Shirin Abdullayevaning otasi uning so'nggi kunlari haqida so'zlab berdi. Xonanda Shirin Abdullayeva shu yilning 15-fevralda 19 yoshida olamdan o'tgandi. Uning vafoti sabablari oila a'zolari tomonidan ochiq-oydin aytilmagan bo'lsa-da, u katta ehtimol bilan meningit xastaligi bilan kurashib kelgan. Jahongir Latipov Shirinning otasi tadbirkor Bahodir Abdullayev bilan qizining so'nggi kunlari va musibatini qanday yengib o'tayotgani haqida suhbatlashdi. Hech kimning boshiga bunday musibat tushmasin. Farzandini yo'qotish bu har qanday temir odamga ham ta'sir qiladi. Boshini egib qo'yadi. Boshiga tushmagan odam buni bilishi qiyin albatta. Lekin bu dushmanimning ham boshiga tushishini xohlamayman. Ishga 2 oy deganda chiqdim. Korxona xodimlari o'zimning qizlarimning ham ruhi tushib ketmasin deya. O'zimni ham chalg'itish maqsadida keldim ishga. Alloh taolo bizga farishta qizni bergan ekan-u, lekin biz buni sezmay qolgan ekanmiz. Ming afsus. O'zimni o'zim yeb qo'ydim desam ham bo'ladi. Sababi hayotda o'zi qattiq qo'l otaman. Farzandlarni ko'p erkalashni bilmayman. Farzandlarim esa xushli bo'lsin, o'g'il boladan kam bo'lmasin deb juda qattiq turganman. Xohlagan joyiga borib, xohlagan ishini bemalol qilib yurishiga imkoniyat bermaganman. Bu holatdan keyin o'zimni o'zim yomon ko'rib ketdim. Bandamizda qancha umr ko'rishimizni bilmaymiz. Ishlari ko'p bo'lsa-da, katta insonlar uyimizga kelib, hamdardlik bildirib ketdi. Barcha viloyatlardan kelishdi desam ham to'g'ri bo'ladi. To'g'risi, menga avvaliga juda qiyin bo'ldi. Shirin 4 ta opasiga o'xshamasdi. Boshqacha edi. Birovning dilini og'ritish, birovga qattiq gapirish nimaligini bilmasdi. Xayriya qilishni juda yaxshi ko'rardi. Alloh bu qizimni shunday yaratganda. 19 yil yashagan bo'lsa, eslasam 19 yil davomida menga biror marta ham qovog'ini solmagan ekan. Gap qaytarishni-ku gapirmay ham qo'yaveray. Shu narsa menga juda og'ir botdi. Qisqa vaqtga bo'lsa-da bizga shunday farishta qiz berganiga Alloh mingdan ming shukrlar aytaman. Ilohim joyi firdavs jannatlarida bo'lsin. Uni asrab qolish uchun qo'limdan kelishi mumkin bo'lganida ortig'ini qilishga ham tayyor edik. O'sha kunlarda 13 kun komada yotgan bo'lsa, qo'limdagi borini, qolaversa jonimni ham berishga tayyor edim. O'sha kunlar Germaniyadan samolyotda ham shay edi. Pekinda ham tayyor samolyot turganda. Eng kuchli nevrojarroh keldi. Bir sutka davomida biz bilan turdi. Qattiq harakat qildi. Uni samolyotga chiqarib olib ketish imkonini qidirdi. Ammo imkoniyat bo'lmadi. Rossiyadan ham kelishdi. Imkon bo'lmadi. Men O'zbekistonda yashab turib, bizning shifoxonalarimizda shunday malakali doktorlar ishlaydi deb o'ylamagandim. O'z farzandlaridek bor kuchlarini ishga soldi. Xitoy, Germaniya va Rossiyadan kelgan dunyoning eng kuchli neyrojarrohlari bizning shifokorlarning aybini topa olishmadi. Faqat qo'shimchalar kiritishdi. Alloh qizimning umrini qisqa qilgan ekan. Qizimni berib qo'yganimizdan keyin 4 ta qizim va 4 ta kuyovimni olib Saudiya Arabistoniga ketdik. Ziyorat, ibodatlar qildik. Undan keyin Shirin qizim Xitoyda o'qigan Sinxua universitetiga bizni taklif qilishdi. Nomini abadiylashtirish maqsadida Shirin nomli xayriya fondi tashkil qilindi. Borganimizda universitet rahbariyati, dekanat va o'quvchilarning yig'lab gapirgan gaplarini eshitib, rosti to'lib toshib ketdim. Shunday qizim bo'lganidan, uni shunday tarbiyalaganimizdan onasi bilan faxrlandik. O'ylaymanki, uning ruhi doimo tirik, hamma narsani ko'rib turibdi. Shuncha inson u uchun jon dilidan achindi. Hatto qabriston
xodimlari ham biz bunaqasini ko'rmagandik. Qizingizni shuncha inson yaxshi ko'rar ekan, har bir kuni nechtalab odam kelib tepasida o'tirib yig'lab ketyapti deb aytganda rosti juda boshqacha bo'lib ketdim. Shunday paytlar bo'ladiki, uyda hamma menga qarab turadi, bildirmaslikka harakat qilaman. Ichkariga kirib ketaman-u hech kimga eshittirmay baqirib ichimdagilarni chiqarib olaman, deydi Bahodir Abdullayev.